أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Bugün kitabımızdaki 11. kısmı, yani el-esma el-mensuba, yani mensubatga keldik. Dersimizni başlashdan ilgirgi derslerimizga o'xshash oldingi mazmunlarni bir qisqacha xuloslab andan keyin boshlaylik. Biz kitobimizni boshlagan dastlabki darslarda nahviy to'g'riliq so'zladik, ya'ni kitobning muqaddimasi sifatida. Ya'ni nahvini ta'rif qilib, nahviy 3 so'z turkuminingki oxiridagi yuz beradigan ahvollar va ularning jumlalarda bir kishi ahvoli to'g'riliq tadqiq qiladigan fan, shuni biladigan fan deb ta'rif qilib, nahviningki ikki xil tarafga munosabat ekanligini chiqardik, ya'ni kalima va nimo kalam. Buning uchun yana kalima eng asosiy o'rinda tadqiqot jihatda turadigan bo'lg'achqa, chunki nahvining ta'rifoti qarasanglar ikkili tarafda, garchi birisi kalim, birisi kalam munosabatli bo'lsa, yana her ikkili tarafda kalima asos. 3 kalimaningki oxirining ahvollari, shu 3 kalimaning ba'zidan bir kishi ahvoli bo'lg'achqa, bizning kitob kalimani asos qilib turib, cho'ng jihatdan 3 ga bo'lingan bo'ldi. Ism, fe'l va nimo harf deb. Ondan keyin biz ismni ismul mu'arab va ismul mabni deb cho'ng jihatdan 2 ga bo'lib oldik. Ismul mu'arabni 3 cho'ng asosiy maqsadin, 3 cho'ng asosiy turga bo'lib oldik: marfuat va mansubat, majrurat deb. Marfuatni 8 ga bo'lib, ilgirgi darslarda bir-birlab so'zlab o'tdik. Masalan, fa'il, naibul fa'il, mubtada, xabar, innaning xabari, kananing ismisi, laysiga o'xshaydigan ma va laninki ismi, la turini yo'q chiqarish uchun kelgan laning xabar qatorliq marfuat tugadi. Endi hozir biz ismul mu'arabninki cho'ng ikkinchi turi mansubat, ya'ni tushumkilish xarakteridagi ismlar. Endi bu mansubatning ichida raf'i xarakteridagi, raf'i xarakteridagi bo'lmaydi, lekin jumlada ega bo'ladigan ega xarakteridagi ba'zi turlar bor. Masalan, inining ismisi turini yo'q chiqarish uchun kelgan la bilan nasb qilgan bir birlik ismlar bor. Bular hamda xarakter jihatda jumlada egilik o'rni olsa-mu, bularning jumladagi yana bir bo'lagi raf'iga tabiq qilinganligi uchun ma'ula nasbiga tabiq qilingan. Amaliyotda jumladagi nasblik o'rin, ya'ni mansubatlar mansubatga vaqtda umumiy jihatdan, mutlaq emas, hammasi emas, umumiy jihatdan jumladagi qo'shimcha bilaklar hisoblanadi. Masalan, mansubatning asosiy qismini egallaydigan maf'ulotlar. Mayli maf'ulun mutlaq olsun, maf'ulun bihi olsun, maf'ulun fihi olsun, yoki maf'ulun ma'a, yoki maf'ulun lahu olsun. Bu maf'ullar hammasi. Uning keyinidagi hol, tamyiz, mustasno degandek turiga nazar tashlaganimizda mansubatlarni asosliq tashkil qildig'ini jumladagi fadli bilak deb qo'yamiz, ortiqcha bilaklar. Ya'ni Uyg'urcha aytgan vaqtimizda to'ldiruvchilar bo'ldi. Ammo shada bir ishki bilakda, masalan, inining ismisida turini yo'q chiqarish uchun kelgan laning la bilan zibar qildigan, nasb qildigan ismda bu jumlaning qo'shimcha bo'lagi emas. Bu jumlaning asosiy bo'lagi. Ammo illaki marfuatda bularning yana bir bo'lagi marfuatga tabiq bo'lib bekitilganligi uchun mayada mansubat deb turadi. Magabni depirishimdagi asosiy sabab o'quvchilarimizning kallasida shu bo'lsinki, mansubatlar jumladagi mansubatlar egallagan ko'p sonliq tur, jumladagi qo'shimcha bilak xarakteridagi taraflar bo'ladi. Illaki bir ikki tur asosiy bilak, ya'ni muslillay, jumladagi muslillay rolida keladigan bilaklar bo'ladi. Shuni bilib olsak, shu kalimamiz bo'lib qolsa, qolgan jihatda bizga nisbatan qiyin to'xtamaydi. Endi olib turib degandek, ismi mu'arabning ikkinchi asosiy turi al-maqsadus sani degan ikkinchi maqsad degan ikkinchi turi al-asma al-mansub, ya'ni mansubat ismlar. Bular 12 tür bayatını tilga qilganimdek,
Biz buningdan birinci qismi al-maf'ul al-mutlaqdan boshlaymiz. Endi al-maf'ul al-mutlaq degani masalan arab tilidagi 5 tane maf'ulotlarninki keynida har birisining biridan qayd bor. Maf'ulun bi asosiy to'ldiruvchi, maf'ulun bi o'rin to'ldiruvchi, keynidagi bi fi deganlar xarakterini belgilaydi. Maf'ulun la sabab maqsad to'ldiruvchisi, maf'ulun ma billilik to'ldiruvchisi deb keynida maf'ulun keyni bir qo'shimcha kelib maf'ulun xarakterini. Ammo ma'noda alohidliklar yo'q. Jumlaningki to'ldiruvchilik rolini o'ynaydigan alohidlikmi yo'q? Yoki ravishlik va yoki billilik va yoki sabab maqsadlik yoki degandek bir alohidlik. Balki buningda bir necha xil alohidlikni o'z ichiga olgan maf'ulga chiqib, buni maf'ul mutlaq deb ism qo'ygan. Endi buni Uyg'urchada uni deb baqdiq, buni deb baqdiq, ammo ba'zi ismlar maf'ul mutlaq o'z ichiga olgan 3 turining birini asos qilib turib Uyg'urcha atalg'ular qo'yilgan bo'ldi. Ba'zilar lug'at asos qilib turib mutlaq maf'ul mutlaq to'ldiruvchi deb baqan bo'ldi. Asosan bunga munosib keladigan Uyg'urcha atalg'uni ta hozirga qadar buning ichidagi qurilmalarining hammani, alohidliklarining hammani mujassamlashtirib ifodalaydigan shaklda atalg'u yo'q deb yoki qo'yilmadi deb xususan qo'yilgan bo'lsa-mu bizga yetib kelgani noma'lum. Maf'ul mutlaq nima? Maf'ul mutlaq deymiz. Maf'ul mutlaqning ta'rifoti kitobga kelishdan ilgari bu nima desa, pildan keyin kelgan bir masdar. Ya'ni pildan keyin shu pil ma'nosidan kelgan bir masdar bo'lib, tarjima jihatda diqqat qiling, bir pildan keyin kelgan bir masdar bo'lib, shu pil ma'nosida. U masdar pilning lafzidan kelsa-mu mayli, yoki boshqa lafzidan kelsa mayli. Faqat bir lam shart bu yerda şu masdar şu pildan bir ma'noda kelsa bo'ladi. Qayt kelayli. Bir fe'il bo'lib, fe'ildan keyin bir dona masdar bor. Ma masdar fe'il ma'nosida, ma'no o'xshash. Endi ma'no jihatda, jumlada ifoda etadigan mazmun jihatda mushu masdar shu fe'ilning mazmunini ta'kidlasa. Yoki shu fe'ilning ma'nosini tur bo'yicha bayon qilib bersa. Turni bayon qilib bersa, shu shirkat yuz berdi emasmi oldidagi fe'ilda yuz bergan shirkatning turini bayon qilib bersa, yoki ma masdar shu fe'ilningki yuz bergan shirkatning son, qitim sonini ifodalab bersa, o'sha 3 xil alohidlikka ega masdar maf'ul mutlaq bo'ladi. O'sha 3 xil alohidlikka ega masdar maf'ul mutlaq bo'ladi. Ya'ni oldida bir dona fe'il bor, oldida bir dona fe'il bor. Pildan keyin masdar keldi. Masdar pildan bir ma'noda, tarjima jihatda bir ma'noda. Am ifodalamoqchi bo'lgan maqsad shu fe'ildan chiqqan ish harakatning yuz berganligini ta'kidlash uchun. Bu birinchi ma'no. Yoki shu ish harakatningki turini bayon qilish uchun, bu ikkinchi ma'no. Yoki shu ish harakatning qatim sonini belgilash uchun, sonini belgilash uchun kelgan bo'lsa, uchinchi ma'no bu. Mush 3 ma'noni ifodalash uchun kelgan masdar biz hozir o'rganmoqchi bo'lgan maf'ul mutlaq bo'ladi. Masalan, Abdur ta'rif qilyapti. Maf'ul mutlaq deganimiz bir masdar bo'lib, o'zidan ilgari tilga ilingan fe'il ma'nosida. Demak, oldida bir dona fe'il bor. Ondan keyin masdar keldi. Masdar bilan fe'il bir ma'noda. Bu masdarning alohidligi va yuzkaru lit-ta'kid, ta'kidlash uchun aslidagi qaranglar. Va li bayanin naw'i, turni bayon qilish uchun, va li bayanil adad, sonni bayon qilish uchun 3 xil alohidlik uchun keladi. 3 xil maqsadda keladi. Birisi ta'kidlash uchun, lit-ta'kid, yana birisi turni bayon qilish uchun, yana birisi sonni bayon qilish uchun keladi. Masalan, va kallamallohu Musa taklima. Allah Musa alayhisalom so'zladi bas. Bu yerda so'zlashni ta'kidlash uchun keldi. Agar Uyg'ur tilida mushu pilni ta'kidlashga qo'llaniladigan o'qim bo'lsa, shuni qo'llanib tarjima qilsak bo'ladi. Bo'lmaganida alohidlik gavitlik chiqmaydi. Allah Musa alayhisalom shunda bir so'zladiki deb bir ta'kidlasak bo'ladi. Odatga misolni olsak, darabtu bakran darban desa, bakrni shunda qattiq urvatdim. Acayip uğradılar. Şirketini ta'kidlash boshqa narsa emas. Turini bayon qilish uchun kelgan vaqtda va tuhibbunal mala hubban jamma. Sizlar mol, pul deganni shunda bir yaxshi ko'rsizki, bu yaxshi ko'rishning misli xuddi bir xil, hech kimga o'xshamaydigan degandek-ku. Buning ham yana boshqa biz texmi tushunishib bo'lganda ijtimoiy misollarni olsak, ijlis jilsatat talib.
Bir o'quvchi sinfda o'quvchidek o'ttamidi? Biz uni deymizki, o'quvchidek o'tda. İclis jalsatat talib. Ya'ni o'quvchidek o'tda. Adigi dek deb turini bayon qilyapti. Shunchasi sanni bayon qilganda jalastu jalsatan aw jalsatayn aw jalsat. Masalan, qaysidan kelsak bo'ladi? Jalas jalsatan bir qitim o'tdim. Jalsatayn ikki qitim o'tdim. Aw jalsat. Bir yangi ma'nodan bir nashlik qilmanga shunda bir qo'shiq aplam qo'ydi. Kul aklatayn ikki qitim ya bir kul akalat ancha-muncha yemamisiz deb bunda sanni ifodalaydi. Mavla ammasi maf'ul mutlaqning nimasi alohidlik. Shundan bilan maf'ul mutlaq to'g'riliq gap tugash kerak. Ham bir qism maf'ul mutlaqning bir alohidliklari va amaliyotda men bayat maf'ul mutlaqni ta'rif qilgan vaqtda bu gaplarni deb bo'ldim amaliyotda. Abturdodada ba'zida maf'ul mutlaq fe'lning labzsiz bo'ladi degani biz bayatning ta'rifatda maf'ul mutlaqning sharti maf'ul mutlaq o'z bir masdar oldida fe'l keladi, ma'nosi bir bo'lsa bo'ladi. Labzi boshqa bo'lsin bo'laveradi. Arab tilida ma'nosi bir, labzi boshqa fe'l so'zlar bor emasmi? Labzi boshqa bo'lsa-mu, ma'nosi bir bo'lsa bo'laveradi. Masalan, qa'attu julusan maf'ul mutlaq bo'laveradi. Chunki shart masdar bilan fe'lning ma'nosi bir bo'lishi, labzi emas. Labzi qa'ada, jalasa bo'lsa bo'laveradi. Ba'zida maf'ul mutlaqning fe'lisi tashlanadi. Qarina turgan vaqtda liqiyam qaringan dalil paket ifodalangan vaqtda javozan degani tashlasin bo'ladigan, tashlamasin bo'ladigan şey. Ammo mesha kelgan vaqtda yana bir narsa aslitma. Qaysi kuni men sizlarga bir narsani deb so'zladim. Arab til jumla qurilmalarida shu qurilmalar ichidagi qaysi bo'lak jumladan tushunilsa, ya'ni tashlavatsak-mo, ma'no buzilmay, jumlaning mazmuni xalalga uchirmay tushunilsa tashlatishga bo'ladi. Hozir biz davatqani dal maf'ul mutlaqninki fe'lisi qarina topilgan vaqtda qana qilinsa bo'ladi, tashlatilinsa bo'ladi. Bu normal gap. Maf'ul mutlaqlarning fe'lisi emas, odatdagi fe'l tashlanadi. Hatto mubtada xabarning bilaklari tashlansa bo'ladi. Fe'l fa'ilning bilaklari hatto fe'l tashlansa bo'ladi. Fe'ldan fa'il tang tashlansa bo'ladi. Bu yaglam xos qoida emas. Har qanday yerda har qanday bir bo'lak jumla uningsiz shakllanmaydigan bo'laklar bo'lib qolmasa, ma'noga xalallamayotmasa, tashlatsak-mu jumla ma'nosi buzilmaydigan bo'lib qolsa, tashlansin. Bo'laveradi. Bu bo'laklar qoida emas. Ammo mishada biz kallamizda o'rnatish uchun maqoidni ayirib olamiz. Maf'ul mutlaq dalil topilgan vaqtda javozan to'g'ri shaklda, to'g'ri degani tashlasin bo'ladigan, tashlama istasin bo'ladigan shaklda tashlanadi. Bu birinchisi. Masalan, siz sirtdan safardan kelganingizga xayri maqdam deb qo'ysiz, u yaxshi gaplar degan gap asosi qadamda, ya'ni qadimda quduman xayri maqdam. Qadimda quduman xayri maqdam. Ammo yana asli maf'ul mutlaq quduman bo'lish kerak. Quduman ama yana shu dedik-ku, pil tashlandi deb turib, yana maf'ul mutlaqni tashlayapmiz masalan. Chunki bayatligida kamdi. Masalan, bu jumlaning o'zida xayra maqdamdagi xayra ismi tabzillanmangni bilisizlar. Am buniki maf'ul mutlaq degan masdar bo'libdi. Nimda bu ismi tabzil masdarlik xarakterga erishdi? Buning masdarlikka keyindagi maqdamning ta'siridan yoki bo'lmasa muzofillayning ta'siridan. Mavsufning ta'siridan yoki muzofillayning mavsufligini tashlab ketgan qudumaning ta'siridan yoki muzofillayning keyindagi maqdamning ta'siridan har holda qanday bo'lsin xayri maqdam maf'ul mutlaq rolini o'ynaydi. Bu bizga maqsad emas hozir. Xayri maqdam maf'ul mutlaq bo'ladi. Bizga maqsad to'g'ri oldidagi qadimta degan fe'l qanday qilindi, tashlandi. Asosi qadimta quduman xayri maqdamin. Ammo tashlanib xayri maqdamin lam qoldi. Xayri maqdamin maf'ul mutlaqning o'rnida o'tadi. Qadimta degan fe'l tashlandi. Texmi ishkirilib kirib, to'xtab turib, xayra nim bo'lib maf'ul mutlaq bo'lib qoldi desa, bu degan ismi tafsil tursatsa, andan keyin kitobda kelgan gap shu. Xayra yoki keynidagi maqdam degan muzof ilayning ta'siridan yoki oldidagi tashlangan quduman degan maf'ul mutlaqning ta'siridan o'zi masdarlik xarakterini paydo qildi. Masdarlik xarakteri bo'lib, shu oldi keyindagi mavsuf yoki muzof ilayning ma'nosi uning ta'sir qilib, shuni ma'nosini asos qilib turib, an maf'ul mutlaq bo'la oladi. Qadimta degan fe'l pilninki maf'ul mutlaq oldi, pil tashlandi, maf'ul mutlaq sifatida jumlada qolib qoldaymiz. Diqqat qiling, bizga hozir maqsad to'g'ri xayra maqdamin emas, balki oldidagi qadimta degan pilning qana qilinganligi, tashlanganligi.
Ma o javozen asl tashlamay qadimda quduban xayramaqdam desimi bo'laverdi. Lekin tashlab asimi bo'ladi. Va vujuban degani tashlamasak bo'lmaydigan yeri bor. Vujub keskin tashlanadi. Tashlanmasa jumla qurilmasiga xalal yetadi. Vujuban bo'lgani samaidur degani qiyosiy samai deb ishga bo'ladigan, buni biz ilgirgi darslarimiz nurg'un tushundirgan. Qiyosiy degani bir qoidalashgan degan gap. Bu bir qoidani biz o'zlashtirib olamiz. Shu qoidaga asosan boshqa xil misollarni tuzalaymiz. Boshqa o'rinlarda shu qoidani tatbiqlab turib amaliy qo'llana olamiz degan gap. Samai degani qoidalashmagan arablardan, arabning jumlalaridan, arab qurilmalaridan, arabning eg'izidan, arabning kitoblarida uchurtimiz, lekin uningga o'xshatib, uningga moslashtirib biz ikkinchi bir jumlani o shaklda tuzolmaymiz, faqat arablarning shu paytda keldi, biz shuni deb tushunib, shuni deb muomala qilib o'tib ketamiz, ammo uni qoidalashtirib o'zimiz qo'llanishga bo'lmaydi degan gap. Masalan, shukran, saqiyan dedi. Hammalarni kan qo'llanamiz. Birov bizga bir yaxshilik qilsa, rahmat, shukran deb qo'yamiz, saqiyan deb qo'yamiz. Masalan, saqiyan degani Alloh sizga, Alloh sizni bunda bir choy qo'yib bersa, Alloh sizni qana qilsin, suv olsin degandek qumda Mavlohimiz shu paytda qo'llanib, odatlanib ketgan so'zlar azaldan tortib, buning grammatikalik o'rnida mushu pili tashlangan maf'ul mutlaq deyishdan boshqa hech qanday o'rin yo'q. Samai shaklda. Shu ashkuruka shukran degan gap bu keskin deymiz. Tashlanib keldigan arabdan azaldan shunday keldi. Endi o'zimiz ma'noga o'xshatib turib, yana bir maf'ul mutlaqlarning kepilisini tashlab o'tib, menda qo'llanish qoidasi yo'q. Ma'vo samai. Xo'sh, shu bilan maf'ul mutlaq haqida deydigan gapimiz oxirlashdi. Ikkinchi qism, mansubatning ikkinchi qismi al-maf'ul bi. Al-maf'ul bi. Allazi yuf'alu bihi degan gap. Allazi yuf'alu bihi, ya'ni shirkat shuningga qarta qilinadigan shaxsni ko'rsatadi. Al-maf'ul bihiga al-alif lam allazi ma'nosida. Maf'ul ismi maf'ul anashidagi yuf'alu ma'nosi. Undaganda allazi yuf'alu bihi degan gap ish harakat shuningga qarta qilinadigan shaxs. Ish harakat shuning qarta qilinadigan shaxs bo'lganligi ish harakatining obyekti. Masalan, daraba Muhammadun desa, Muhammad urdi desa, urilgan shaxs harakatining obyekti bo'ladi. Yani to'ldiruvchisi. Akala Muhammad desa, yeyilgan narsa yeyishning obyekti bo'ladi-ki, maf'ulun bih bo'ladi. Yani ish harakat shuni nishonlagan obyekti, maktabda ish harakat shuning ustiga tushgan ism deglik, ya'ni ish harakatining mazmuni shuni nishonlagan. Shuning ustiga tushgan, shuni obyekt qilgan narsa maf'ulun bih bo'ladi. Al-maf'ul bih deganni tahlil qilib, allazi yuf'alu bihi, ya'ni shuningga qarta qilinadigan ish harakat, shuningga berib bog'lanadigan şirketning mazmunini shunga munosabatli bo'ladigan shaxs maf'ulun bih bo'ladi. Endi kitobda tushuntiribdi buni va huwa ismun yaqa'u alayhi fi'lul fa'il. Ya'ni bu o'simi fa'ilning harakati shuning ustiga tushadigan bir ism. Masalan, akramtu Zaydan. Men Zaydni hurmatladim. Hurmatlash kimga qarta bo'ldi? Zaydga qarta. Hurmatlash kimni obyekt qildi? Zaydni. Kimga munosabatli bo'ldi? Zaydga. Kitob bo'yicha aytgan vaqtimizda hurmatlash kimga berib tushdi? Zaydning ustiga tushdi masalan. Xolos, mushunchiliklar. Oddiy. Endi munosabatlik boshqa mazmunlarni so'zlaymiz. Ya'ni ba'zida fa'ilning oldig'im uydidu degan gapning o'zidan jumladagi o'rin jihatda biz fa'ilning babidini so'zlagan bir jumlaning qurilmasining da tartibida avval fe'l keladi, undan keyin fa'il keladi, undan keyin maf'ulun bih keladi. Tartibimiz shu. Ammo ba'zida maf'ulun bih fa'ilning oldiga o'tsin bo'ladi, ba'zi bir ma'no jihatdagi maqomning taqozzolari taqozo qilib qolsa. Mana bir nuqtasi oldi bo'lsin. Ma'ani, ya'ni balog'at babida so'zlanadigan mazmunlardan bir hukm va ya'ni jumlaning qandoq birikadigan, birikmaydiganligini ma'no belgilaydi. Qaysi bo'lakning muqaddam kelib, qaysi bo'lakning muaxxar kelishini ma'no belgilaydi. Qaysi bo'lakni ma'rifa keltiramiz, qaysi bo'lakni nakira keltiramiz ma'no belgilaydi. Ya'ni maqom belgilaydi, maqom taqozo qiladi. Bir maqom maf'ulun bihni oldiga o'tkazimman deydi. Bo'pti, o'tkazaylik deb biz grammatikaga to'g'rilaymiz. Grammatika o'tkazsang bo'ladi desa bo'ladi. Grammatika bir
yo'lning ikki yoqiga bekitib qo'ygan rishatka to'smoq o'xshaydi. Bizni yo'ldan chiqarib etmaydigan. Maani, ya'ni balog'at deganimiz, maani deganimiz bir nishonga o'xshaydi. Nishon maraqda ko'ransa, to'xtab turay deb tuzlab mangman desak, yo'lning lividagi tusaqlar bizni yo'ldan chiqilib qo'ymasa, amal yo'q, agib mangamiz. Agar bizni chiqilib qo'ysa, o'tilmasak bo'ladi. Demakki, nima u desa, maani bir qurilmani keltirishni taqozo qildi. Qanday shaklda bo'lsin? Bir bilakni ma'rifa keltirishni taqozo qildi, qanday shaklda bo'lsin? Bir bilakni nakir keltirishni taqozo qildi, qanday shaklda bo'lsin? Biz shunda qilli deb nahviga qaraymiz. Nahvi unga yo'l qo'ysa, qilamiz, yo'l qo'ymasa, qilmaymiz. Shu ma'ni bilan nahvining munosabati. Meyadimi ba'zida maf'ulun bih fa'ilga muqaddam qilib bika emas, ma'ani bir narsani taqozo qildi. Maf'ulun bih muhim ma'runda oldi bo'lsin dedi. Biz nahviga shunda qaraymiz, qarasak, vaqat yataqaddamu alal fa'il fa'ilning oldi kesin buldin. Ha, buldikan qo'lda qilsang bo'ladi deb nahvi nuqtasini topg'ini basamiz. Nasara amran deydigan o'xshash. Ba'zi yana maf'ulun bihning fe'lisi qarini tepilgan vaqt tashlansin bo'ladi. Ya'ni shu gap shu bayatdan deganimiz shu. Jumlaning har qanday bilaki, har qanday vaqtda qarin tepilib qolsa, dalil fakt tepilib qolsa, taqozo tepilib qolsa tashlansa bo'laveradi. Madam ma'noga xilal etmasa, jumlaning mazmuni normal ifodalansa, bo'laveradi. Qanday shaklda tashlansa. Buning tashlanish ahvoli mandaq savoqdoshlar. Javozan va vujuban. Yajuz shaklda. Ya'ni tashlasang bo'ladi. Keskin vojib shaklda, tashlash kerak shaklda. Vujuban bo'g'ini 4 o'rinda. Vujuban bo'g'ini. Buning birinchisi samai shaklda. Ya'ni arablarning shunday shaklda kelgan mushu jumla xolos qoidalashmagan. Qolgan 3 qoidalashgan. Biz bugungi maf'ulun bihning bayonida mushlarni so'zlaymiz. Javozan degani mayt oddiy. Masalan, ma anzala robbukum qalu khayra degandek urullarda oyat. Yajuz tashlasak bo'ladi. Men darabta kimni urding desa, bakran deb qo'ysa, darabtu bakran degani fe'l fa'il tashlandi. Maf'ulun bihningki nimishqa savolning qaynisi bilan uni bilib oldik. Mujunga o'xshagan savolning qaynisi bilan yoki maqomning qaynisi bilan, ya'ni ya maqomning qaynisi bilan ya maqolning qaynisi bilan bir jumladagi fe'l bilakni tashlanganlik tushunilsa, ma'no chiqsa, jumlaning mazmuniga xalal yetmasa, tashlasak bo'laveradi. Bunda ya sizning oldingizga ko'p uchraydi. Hatto biz bilibmi bilmay, o'zimizning Uyg'ur tilida shu xil qo'limiz chiqishlanadi. Voy, nima sotib olding desa, kitob deb qo'yamiz. Kitob deb qo'yamiz. Boshqa ortiqcha qilmaymiz. Kitob sotib oldim demasak bo'ladi. Chunki endi savdo savolni nima sotib olding? Kitob deb javob bersak bo'laveradi, boshqa gap yo'q. Ama vujuban bo'lgan o'rni sal muhimmaning. Vujuban 4 o'rinda, ya'ni keskin shaklda tashlanmas bo'lmaydi. Buning birinchisi samai qog'ini qiyos degani, qog'ini qoidalashgan, birinchisi qoidasiz. Kep qog'a o'rinda shunda keptu deymiz. O'zimiz buningga qiyos qilib turib, buni qoidalashtirib turib, boshqa jumlalarni bu xil shaklda tuzay olmaymiz. Masalan, buning samaini anglataylik. Arablardan anglagan gaplarimiz, masalan, imro'an va nafsahu degan bunday shakldagi jumlalar keladi. Bo'ldi, u odamni qo'yib qo'ya bo'ldi degan gap. Qo'yib qo'ya u odamni degan gap-chu. Utruk imro'an va nafsahu degan gap. Ya'ni u odamlar to'la etishvama, kirishvama, qo'yib qo'y, o'zini shunday qilib qo'y degan gap. Ma'runda utruk tashlangan, ammo bu xil shaklda biz boshqa yerda jumla tuzolmaymiz. Bu arablar qo'llanib kelgan. Unda boshqa Qur'oni Karimda intahu khayral lakum degan oyat bor. Buni mufassirlar qanday shishi desanglar, intahu tugdima bir ayrim bir jumla. Ya'ni sizlarningki Alloh o'ch degan gapingizdan to'xtanglar. Khayran lakum degani waqsidu khayran lakum. Sizlarga yaxshi bo'lganini kelmamizlar, yaxshi bo'lgan aqidaga kelmamizlar. Xato batıl aqidangizdan to'xtab, yaxshi bo'lgan aqidaga o'ylab boqinglar. Bu normalda biz bunday jumla tuzmaymiz ham odatda. Intahu ayrim bir jumla, khayran lakum tashlanib ketgan ayrim bir fe'lning maf'ulun bih masalan. Lekin Qur'onni kelib qoldi, mushuruni mushta keldi, mushta qo'limiz, ammo o'zimiz ma'noni qoidalashtirib mana shaklda jumla tuzolmaymiz bu yerda. Ya'ni intahu an taslis, sizlar Allohni 3 deydigan ideyatni yananglar, ilohni birlanglar, bir qilinglar.
Sizlarga bo'lgan yaxshi aqidaga kelinglar, vaqsidu khayran lakum. Ondan başqa davamlı qo'llanilgan bir so'zlarimiz va ahla va sahlan deydigan. Ulum bir filosoflangan. Buni odatda tushuntirib to'g'ri qolsa atayta qavman ahlan. Öz uyingizga keldingiz. Va sahlan degani atayta makanan sahlanki yumshoq degan gap, huzur o'rniga keldingiz, rahat o'tiring degan gap. Atayta ahlan va atayta sahlan degani öz uyingiz huzur o'tiring degan gap. Shu bizning Uyg'ur tilimizda. Ondan başqa pili tashlanib mashhur ketgan nurg'un so'zlar bor. Bular arablarda shunda kelib qoladi, kitoblarda shunda ushurtib qolamiz, kishilarning og'zida shunda ushurtib qolamiz. Shu paytda tushunimiz, ulum bir pilis tashlanibdi deb, lekin uni qoidalashtirib, biz unda shaklda tashlanmaymiz. Chunki u samoiy. Mavla samoiy. Endi qolgan uchcha qiyosiy bo'ladi. Qani ko'rib boqaylik. Birinchisi at-tahsir. Bu arab tilidagi eng muhim. Ulum bihining bir turi, bir muhim keng qo'llaniladigan, sizlar biz davomli qo'llanib turadigan bir uslub, ya'ni tahzir uslubi. Buni keyniga qalam bo'lib qolsa at-tahzir val igra deb qo'shsanglar bo'ladi. Qiziqtirish uslubi. Amaliyotda tahzir desa yetarli. Ish salbiy bo'lib qolgan vaqtida bizning qurilmamiz tahzir bo'ladi. Ish salbiy bo'lib qolgan vaqtda bizning tuzgan qurilma, jumla qurilmasi tahzir deb ataladi. Ammo ish ijobiy bo'lib qolgan vaqtda shu qurilmaning aynisi igra bo'ladi, ya'ni qiziqtirish bo'ladi. Endi hozir biz tahzirni o'qib o'taylik. Chunki tahzirda butun qurilmalarning hammasi bor. Igrani shu shaklda tuzib olsak bo'ladi, o'xshash. Masalan, biz birovni bog'chiga ketyapmiz, yo'lvos sulangan qafasga yiqilishib qolgan vaqtda, "Voy, diqqat qil, yo'lvosni diqqat qil. Ana yaqinlashma degan gapni demoqchi bo'lsak, mushslub qo'limizki, iyyaka val asad. Iyyaka val asad. Mishadagi iyyaka val asad degani tarjima qilgan vaqtimizda, yo'lvosdan diqqat qil deb tarjima qilamiz. Yo'lvosdan neri tu deb tarjima qilamiz. Ammo buni tahlil qilgan vaqtimizda jumlani butunlay unda chiqmaydi. Ya'ni iyyaka val asad ittaqi nafsaka qi nafsaka min al asad. O'zingni yo'lvosdan saqlab qol degan ma'noda. Ma tahlil bo'yicha aytgan vaqtimizda iyyaka asad deganlar maf'ulun bihi bo'ladi. Ya'ni ittaqi nafsaka val asad mana buna tushunsak bo'ladi. O'zingni saqlab qol, yo'lvosni saqlab. Ya'ni seni yo'lvosni sendan saqlab qol. Demak, neri tur. Mana tushunsak. Lekin bu bir qurilma. Bu shu qurilma bo'yicha biz xohlagan jumlani tuzalaymiz. İyyâke vel muhaddarat. Zaharlik çıkımlıktan neri tur. İyyâkum ve muhdasatul umur. Bid'at işlerden, yeni peyda olan işlerden neri tur onlar. İyyâke ve şehvat. Havai heveski birleştiğin neri tur mesela. İyyâke vel qimar. İyyâke vel meys. İyyâke vel hamr. Hemmisi muşbul tüzülsü bulur. Bu bir xil uslub. Bunun tahlil qilgan vaqtimizda maf'ulun bihining pilis tashlangan maf'ulun bihi bo'ladi. Ikkinchi xil shakli muhazzar minhuning takror tepishi. Takror degani biz bir narsani boshqalarni eskartmoqchi bo'lsak, qayta tilga olsak bo'ladi. Masalan, yo'lda ketyapmiz, bir qarg'udan birisi hasni to'kilib keldi, oldida katakdan birisi va o'rakdan birisi va biz jiddiy shaklda madamni eskartmoqchi bo'lsak, deymiz at-tariqa. O yol degan gap Uyg'urchada. Yo'l. Birisi jiddiy ketyapti, oldida bir mashina deb qolamiz. Birisi tarnoq tugib berib qolibdi, tam yiqilishga. Aljidor deb qo'yamiz. Birisi bir kichik buvoqdan birini dasib o'tish oldida shunday ham urinib nima qilibdi, biz deymiz attif deymiz. Mushu qo'llangan iboralarning hammasi maf'ulun bihi bo'lib, oldida pil tashlangan. Buning uslub atalg'usi at-tahzir. Mao nechinchi xil shakli? Ikkinchi xil shakli. Demak, endi mushu yuqoridagi tahzir babida mayli iyak val asad olsun, at-tariqa olsun, hammasidagi tahzir babidagi omil yushrun pil. Ya'ni tavaqqa, qi, ihdar, tajannab degandek iborada bo'ladi. Bu biz so'zlamoqchi bo'lgan maf'ulun bihningki vujuban filisini tashlash vojib bo'lgan o'rinning ikkinchisi, ya'ni at-tahzir. Endi ta'sirninki Abdurma o'rinda, maktabning o'zida birisi iyak bilan va atb qilinib kelgan mush shakllan. Yana birisi takror topgan shakllan deb qo'yibdi. Amaliyot undan boshqa ikki uslubim bor. Yolg'iz qildigan, zabar qilinadigan shakli. Masalan, at-tariqa desa bu o'xshashlar tahdir bo'laveradi, pili tashlangan. Yana birisi atf bilan
ikki narsa birisi-birisiga atf qilinib ikki so'z maf'ulun bi tilingan til tashlangan o'rinlarmi bor. Masalan, al-kizba wal xiyana desa, sen yolg'onchilik va xiyonatdan saqlan degan bunday shaklda bularmi shu muhazzar minhu ulub tahzir ulub pilis tashlangan bo'ladi. Ma uslublarligi biz hozir bayon qilgan iyaga val asadning tahtiga kirgizadigan at-tariqaninki takrorlanmagan shaklidek bo'lg'achqa avtor buni bilan so'zlamagan ko'paylangan, ammo shularning kanalida bo'lsin. Undag'ana tahdirninki siyg'isi birisi iyaga val asad shaklidagi siyg'a. Ya'ni birisi al-asada shaklidagi siyg'a. Ya'ni birisi al-asada shaklidagi siyg'a. Shunda olib hisobda 4 xil siyg'a bilan tahzir shakllantirgili bo'ladi. Masalan, eng oxirgisi atf bilan al-asada va zi'ba shundami? Yo'lbars bo'rilarida xat qildi. Mashxil shaklda keladi. Ammo inchiklar basda 2 xil siyg'aga qaytadi. Birisi iyak val asad, yana birisi at-tariqa degan takror. Har holda bizning hozir demoqchi bo'lganimiz mushu xil shakldagi tahzirning grammatikalik tahliloti bular maf'ulun bih bo'lib fe'lisini tashlash vojib mushu xil shaklda. Agar biz mushu xil shaklda jumla tuzib qolsak, biz bu fe'lisini tashlab tuzalaymiz. Ma'bur qoidalashgan fe'lni tashlash vojib bo'lgan o'rinning birisi. Endi uchinchisi ma'uzmira amuluhu jumla shaklida maf'ulun bih fe'lisini tashlash vojib bo'ladi. Bu qanday gap desa, odatda bir ism bo'ladi. Bir ism bo'ladi. Bu ism nasblik holatda o'qiladi. Deb olaylar olsa. Muhammadan. Deb oldik, ha? Bu ismdan keyin bir dona fi'il keladi. Masalan, men Muhammadni yaxshi ko'raman. Uhibbu. Muhammadan uhibbu. Ammo fi'il Muhammadning amili olsunmi desak, yo'q. Pildan keyin bir dona zimir kelib qolganki, pil keyniga oxiriga davomlashib ketib qolgan. Uhibbuhu. Muhammadan uhibbuhu. Ma shakl. Endi esingizda bo'lsin. Ma shakldan boshqa shakldan tuzgili bo'ladi bu jumlani. Muhammadun uhibbuhu deb. Muhammadan uhibbu deb. Muhammadun uhibbuhu. Bizning hozir so'zlayotgan ismun udmira amiluhu emas. Muhammadan uhibbu yani ismun udmira amiluhu emas. Unda şekilde tuzakmı buludu. O vakit biz sözlüyüzlek mi buludu mani? Ama açta olmay. Muhammedun uhibbuhu mu emas? Muhammadan uhibbu mu emas? Muhammadan uhibbuhu de bunda gap qolgan holat. Dal musha holat bizga maqsad. Endi biz grammatikaning vazifasi shu. Uni yo'q qilib, buni yo'q qilib ifodalash shaklarini az qoldirib qo'ysak, bu bizning maqsad emas. Maqsad butun ifodalash shaklarini biz tahlil qilib, tadqiq qilish emasmi? Anda shakllar shu bizga maqsad emas. Muhammadan uhibbu uning boshqa tahlili. Muhammadun uhibbuhu uning boshqa tahlili. Bizga hozir lozim bo'lgan, ya'ni yana hozir so'zlayotgan maf'ulun bihning fe'lisini tashlash vojib bo'ladigan o'rinning birisi mushu xil shakl. Bir ism keldi nasblik holatda, ondan keyin bir fil keldi, lekin maf'il ismga qaramasdan ismga qaytadigan damirdan bo'lib ketganlik. Ana tahlil qilamiz. Muhammadan zavara qilgan bir ism. Uhibbu fi'l tahtidagi ana uning fa'ilisi huzmir maf'ulun bihsi. Anaganda uhibbu degan fe'lning maf'ulun bihsi kendiki huzmir. Ash Muhammadga qaytadigan huzmir o'g'ach, uhibbu degan fe'l Muhammadga bog'lanmaydi. Yani Muhammadga ta'sir qilinmaydi. Anaganda Muhammadan degan ismning fe'lisi qaytsa, Muhammadan degan ismning fe'lisi tashlangan. Yani ma'zura amili. Muhammadan maf'ulun bih fe'lisi qana qilingan, tashlangan. Dal 3-chi fe'lni tashlash vojib bo'lgan o'rin Muhammadan uhibbu shakli. Yani buni arabcha atalg'uda ma'udmira amiluhu deymiz. Yani amili yushrun kelgan ism. Endi o'quvchilar orasida bir savol qo'yganlar bo'lishi mumkin. Iboyatdan ikki shakl qanday ikki shakl? Muhammadun uhibbuhu Muhammadan uhibbu desa nayt addi. Muhammadun uhibbuhu da Muhammad mubtada uhibbu degan jumla xabar bo'ladi. Bas tugaydi buning gapi. Bu tashurun tashlangan, amil tushurungan degan gap yo'q.
Muhammedden uhibbuda Muhammed mef'ulun bih uhibbu pil. Fakat mef'ulun bih pilni aldı ütüp kaldı bas. Bu yerda hech qanday bir kirishik masala yo'q. Murakkab masala yo'q. Murakkab masala nima desa Muhammedden uhibbuhu da. Uhibbu pil huzmir mef'ulun bihsi. Muhammedden nima desa hamda Muhammedden mef'ulun bih bunun pilisi qanday qilingan, tashlangan. Şunda adı üçüncüsü ameli yuşrun keltirilgen isim şu Muhammed'ni kallanmalı keltirilgen. Şart ne modese onun dinkin sözünüzden fiil bilen şunu tefsir kılıç şart olan ki yuşrun taşlandıgan Muhammed'nin beşide yuşrun taşlandıgan fiil keyindeki uhibbu şu. Əslisi uhibbu Muhammeden uhibbuhu. Nim için nim avarcılık bu dese cümlenin təkidləşsin. O mani yolunun işi. Biz grammatikçi bulup sıfatımızda onunla çatdığımız yok. Nima üçün eydigan bilan çatdığımız yok. Nima üçün bu yerda ani tefsir qildigan fil qilib, ani tashlanadigan fil qilimiz desa, bu ma'ani yolning ishi, ya'ni jumlani ta'kidlash uchun. Boshqa narsa emas. Yashtaghilu zalikel fi'lu. A fi'l oldidagi ismdan o'zining zamiri bilan mashg'ul bo'lib qoladi degan gap, ya'ni o'zining zamiriga yuz o'raydi. Degani fi'l oldidagi ism bog'lanmaydi. Uhibbu'dagi uhibbu oldidagi ism bilan munosabati yo'q. Keyingi hu zamiri bilan munosabatlik o. Ya'ni agar shu fi'l shu ismga muqaddam qilinsa, so'llaydi degani ash ismning oldiga o'tkazsak, shu pilga munosib yana bir pil bo'lsa, shu ismni nasba o'qitara degan gap, shu pilni oldiga qo'ysak, jumladagi mazmun to'g'ri mazmun bo'la oladi. Masalan, Zaydan akramtuhu desa, men boyadan dedim-ku, akrama pil tu fa'ilisi huzmir maf'ulun bih. Akramaning vazifasi tugidi. Oldidagi Zayd bilan munosabati yo'q. Lekin akramadan birini Zaydning oldiga qo'ysak, ma'no shunday pichat chiqadi. Akramtu Zaydan akramtu. Ta'kid ma'no chiqadi bu yerdan. Demak, Zaydning oldida akramada bir pilning borligini keyindagi akrama bizga tushuntirib beryapti. Manda qurilma ma'uzmir amil qurilma bo'ladi. Manda qurilmadagi jumlaning beshida kelib qolgan Zaydan degan ism maf'ulun bih bo'lib, buning pilisini tashlashni bo'ladi. Vojib bo'lgan nechinchi o'rin bo'ladi? 3-o'rin bo'ladi. Ya'ni Zaydan tashlangan pildan zibara qilgansin bo'ladi. U o'sim akramtu. Bu akramtuni nereden topdingiz desa, buni keynida tilg'ilingan. Ba'dahu degani shu Zayddan keyin tilg'ilingan pil tushunib o'sim akramtu. Bunu ma'ni biz ma'uzmir amil deymiz. Billivelishga tegishli nuqta mush o'rinda. Billivelishga tegishli nuqta maf'ulun bihning pilisini tashlash vojib bo'lgan nechinchi o'rin? 3-o'rin. Mushu nuqta muhim narsa ma'u. Qaytadan kelayli. Maf'ulun bihning pilisini tashlash vujuban javozan deb ikkiga bo'lindi. So'zlab o'tdik. Vujuban bo'lgani 4 o'rinda. Birisi samai, ikkinchisi qiyasi, uchinchisi muqiyasi. Endi to'rtinchisi keldi. To'rtinchisini ma'ning keyindagi yangi darsda o'qiymiz. Ya'ni 12-darsda. Boshlab ketganda bo'lsa, to'rtinchisi ya'ni maf'ulun bihning pilisini tashlanadigan o'rinning vujuban tashlanadigan o'rinning to'rtinchisi munada. Amaliyotda munada ayrim bir bahsi bobi. Lekin biz so'zlayotgan maf'ulun bihning tahtiga kiradi. Hammanglar bilasizlar, arab tilida birovni chaqirish uchun shu nido harfi deb atalgan 7-8 harflar bor. Shu harflarni oldiga qo'yib turib ishlatamiz. Ya Muhammad, ya Ahmad, ya Zayd, ya ayyuhan nas, ya ayyatuhal mar'a, ya rajul masalan, ya imra degandek mana shaklda qo'llanadi. Endi mushu men yuqorida tilg'ab o'tgan butun munadalarning hammasiniki grammatiklik tahlilini bo'lsa, butun munadalarning hammasi maf'ulun bih bo'lib, pilisi qana qilingan, tashlangan. Pilisi tashlanib, ayliqi ya, aya, ay degandek hurf nidolar shu pilning o'rnida turgan bo'ladi. Onda munadaning hammasi asli maf'ulun bih. Buni ma'u qiyasi, ya'ni qoidalashgan pilis tashlash vojib bo'lgan maf'ulun bihlarning birisi. Avtor davotida qaranglar, munadaga o'tdi gap. Munada degan nima desa, bir ism bo'lib, tuvandagi nido harflarining birisi bilan chaqirilgan ism. Masalan, ya, aya, haya, ay, anzora qilgan a degan hamza masalan. Ya Abdullah degan gap, ad'u Abdullah degan gap. Grammatikal tahlili shu. Abdullah maf'ulun bih bo'lib, pilisi qana qilingan, tashlangan. Mush o'rindagi harfin nido atlubu degan o'rin turdi. Tamam, gap tugadi-ku, ha? Endi ba'zida yana harfin nido labzan tashlanadi. Bu gap yomon ko'rinib ketdi-ku, tashlash gapi.
Şu bunda gaplarni men oldindan tushunib bo'ldim, oldingi darslardim, bugungi darslardim. Har qanday jumlada, har qanday bo'lak tushunilsa, bilinsa, ma'noga xalal yetmasa tashlansa bo'ladi. Tashlanganligini o'qilgan bo'lsa, tashlanib ketgandan keyin uni topqilgan bo'lsa, tashlansa bo'ladi. Masalan, Yusuf va arid an hada. Ha, Yusuf degan gap shunda. Yusufning oldidagi ya qana qilinib ketdi, tashlanib ketdi masalan. Xo'sh, endi biz munodani maf'ulun bihi dedik. Gap tugidi asli, fe'l tashlangan maf'ulun bi. Ya Muhammadning oldida ad'u degan fe'l va maf'ulun bihi munosabatga taraf turadi. Yani munoda ayrim bir uslub bo'lg'achqa o'zi, ya'ni mustaqil arab tilida biz mushu munosabat bilan munodani qanday qilib o'taylik, so'zlab o'taylik. Kelaylanda bo'lsa munodaninki qismlari, munoda tuvandagidek qismi bor. Odatda munoda mufrad ma'rifa ism bo'ladi. Masalan, Muhammadga o'xshash, ya Muhammadu. Ikkinchisi mudab ismlar bo'ladi, ya Abdullohga o'xshash. Uchinchisi shibhi muzab ismlar bo'ladi. Shibhi muzab ismlar bo'ladi. Ya'ni muzabga o'xshaydigan ikki so'zni tarkib topgan ismlar bo'ladi. Uchinchisi maqsadsiz nekir bo'ladi degani. Bunda nekir odatda maqsadlik bir tarafga qartilgan nekir bo'ladi, ammo maqsadsiz degani muayyan bo'lmagan nekir bo'ladi. Odatda munada to'rt xil qiladi savatdoshlar. Birisi mufrad ma'rifa. Ya Muhammadu, ya ayyuhar rajulu masalan. Ya rajulu deganlarning hammasi mufrad ma'rifa bo'ladi. Chunki ya mu harfi ta'rif emasmi? İkincisi muzaf bo'ladi. Uchinchisi shibi muzaf, to'rtinchisi nekir. Ammo buni to'rtga bo'lishning sababi nima desa, i'robi jihatda o'xshamaydi. Oldin endi o'lay. Har biriga misol keltirib ollar. Ya Muhammadu. Bu bir mufrad ma'rifaning misoli. Ya Abdullah, mudaf ilayning misoli. Ya hamilan haqibatan. Voy so'ng ko'tirib olgan odam. Ma'o shibi muzafning misoli. Ya rajulan. Oy adam, manda tamning keynida turib, tamning o'tirapidagi odamni chaqirsak, mana ko'zimiz ko'rgan emas ama o. Hatto erkish ekanligini o'qmaymiz. Shipir ovoz chiqdi, ha, bir odam keldi deb, "Oy adam" deb chaqiramiz, "Ya rajulan" deb. Mush 4 xil munoda bo'ladi sanaldi bo'lsin. Buni 4 xilga ayirishning sababi bu yerda yuz beradigan ancha-muncha bir o'zgarishlar bor. Qanday o'zgarishlar bo'ladi? Qani anglayap tur, nima deydi mushning qarta? Nima deydi? Mufrad ma'rifa raf'ining alomatiga mabni qilin. Raf'ining alomati deganimiz biz ismning 9 xil i'robiy alomatini ko'rib o'tdik. Raf'ining alomati ba'zida damma bo'ladi, oshkora, ba'zi yushun damma bo'ladi, ba'zida vav bo'ladi, ba'zida alif bo'ladi. Masalan, mendagi mufrad degan gap birlik shaklidagi so'z degan gap emas, balki yakki so'z degan gap. Ya'ni jumla emas. Birlik olsun, ikkilik olsun, ko'plik olsun. Ya muslimun deganimi mayadagi mufradga tushadi yana. Mufrad shu. Chunki muslimun degan taq yakki so'z. Mayadagi mufrad ma'rifa degan gapdagi mufraddan maqsad qanaqdir birlik, ikkilik, ko'plik shaklidagi mufrad emas, balki so'zning yakkiligi, buni muzab emas. Ikki so'zdan birikmagan yakki taq so'z degan gap. Ya'ni taq yakki so'z, lekin o'zi ma'rifa bo'lib qolgan ismlar bo'ladi. Buningda raf'ining alomati nima qilingan gap? Masalan, Muhammad bo'lib qolsa, Muhammadning odatdagi raf'ining alomati pashmitda. Ya Muhammadu mabni bo'ladi degandan keyin ham qo'sh harakat tushib ketdi. Muslimuna, ya muslimun. Yoki ayyuhal muslimun, raf'ining alomati vav masalan. Rajulani, ya ayyuhar rajulani, ya rajulani. Nima? Alifga. Demak, yakki so'z ma'rif bo'lmoqda ya bilan ma'rif nido qilinib qolib qolsa, vaqtda raf'ilik holatda qanday i'rob berilsa, qanday alomatlar i'rob qilinsa, maholati shunga mabni bo'ladi. Masalan, dammaga o'xshash yozaydi-da, alifga yozaydanda, vovga yozaydanga o'xshash. Am ba'zida ma'xil mufrad ma'rifi shaklidagi munodalar lamul istig'osa bilan yordam talab qilishga ishlatgan vaqtda, "Oy, adam bormi?" deb vaqaga vaqtimizda zir o'qilsa bo'ladi. "Ya Zaydin" degandek. Yoki istig'osaning aliflama, alifi odatda arab tilda biz yordam chaqirmoqchi bo'lsak, aya oldiga lam qo'shimiz yoki keyingi alif qo'shimiz. Oldiga lam qo'shgan vaqtda zir qo'ladi, keyingi alif qo'shgan vaqtda zir qo'ladi yozaydigan o'xshash. Bu qo'shimcha ahvol, lekin mufrad ma'rif holatda raf'ining alomatiga mabni bo'ladi. Raf'ining alomati. Mabni degan o'ylanglar, mufrad ma'rifa bo'lgan munoda mu'rab emas, mabni. Xo'sh. Munoda ma'rifa agar lam bilan mu'arraf bo'lib qolsa-da, alif lam bilan bo'lib qolsa, harfini da bilan
harfini da bilan o'ttirsa, ayyuha bilan muzakkar uchun, muannas uchun ayyatuha bilan past ariladi. Masalan, ar-rajul ma ya kirishdan ilgari ar-rajul deb alif lam bo'lib qolsa, buni yani kirgizmoq bo'lsak, ya ayyuhar rajul, ya ayyuhar rajul, ya ayyatuhal mar'a deb manda shaklda qana qilindi i'rob jumla tuzildi. Buni da i'rob berishda ya harfini da keyinidagi ayyatu degan munada ha haytanda ar-rajul aydan nima badal. Aydın badal yoki atf bayon badal yoki atf bayon deb tushunsanlar bo'ladi. Xuddi hazar rajulga o'xshash, hada mubtada ar-rajul ashundan badal yoki nima atf bayon shaklda i'rob qo'ysanlar bo'ladi. O'zimizning gapiklayli munada to'rt xil bo'lib, birisi mufrad ma'rif uni gapidagi mudaf nasb o'qilindigini shuma. Mansubatga haqiqiy vakillik qildigini mahvo. Ya Abdullah. Ana mansubat so'zlangan ko'pincha turlar hammasi nima o'qilavermaydi, nasb o'qilaver. Ammo biz tag'libni g'oliban turini asos qilib turib mansubatga akili yurimiz. Masalan, munada, mufrad ma'rif munada nasb emas, mansub emas masalan. Lekin mahallan nasb deb qaraymiz, lekin amaliyotda mansub emas. Lekin munada munosabatga o'xshashga akeldi qanday. Mudaf bo'lgani nasb o'qiladi ya Abdullohga o'xshash. Shibli mudaf bo'lgan degan nima desa, ma'na shuningsiz tamom bo'lmaydigan bir narsaning o'lishib qolishligini ikki ma'na jihatda bog'lashib ketgan ikki dona so'z bir yerda kelib qolsa, shibli mudaf bo'ladi. Yani xuddi muzaf laysiz degan tamom bo'lmagandek, buning hukmi muzafga o'xshash nasb bo'ladi. Ya hasanan adabu, hoy adab axloqi chiroyli adam. Ya taliyan jabran, hoy taqa chiqayotqani. Ya hamilan haqiba, hoy so'm kuturvag'ini degandek ma'qul shakldagi qurilmalar shibli muzaf bo'ladi. Manda qurilmalar bunada bo'lib qolgan vaqtimi ham nasb o'qiladi. To'rtinchisi nakira g'ayri maqsud. G'ayri maqsud degani buni nishonsiz nakira. Men bayat dedim, liftni to'xtab qilib sulinib qoldingiz. Liftning ishining oldiga taraq turib adam kelsa, "Voy aka, voy adam" degandek gaplar bilan chaqirsiz, ma'no nakira g'ayri maqsud bo'ladi. Buni hukmini ham nasbi ama adam ya rajulan xuzbiyadiga o'xshash. Kallangda ini qo'yib kelsin, munadaninki to'rt turuludi. Mufrad ma'rifa. Mufrad degan gap birlik degan gap emas, balki yakki so'z. Bunda muzaf emas, muzaflar emas, jumla emas degan gap. Ikkinchisi mudaf bo'ladi, uchinchisi shibh muzaf bo'ladi, to'rtinchisi nakira g'ayri maqsud bo'ladi. Buning uchun mufrad ma'rifaninki hukmi i'robi dammi raf'i o'qiladigan i'robning alomatiga mabni bo'ladi. Pashvosi pash, alif bo'lsa alif, vav bo'lsa vav. Ammo muzaf, shibh muzaf, nakira g'ayri maqsud deganlar annikin nasb bo'ladi, mansubatga ma'mul vakillik qiladi. Endi shu munosabat bilan biz munada to'g'riliq gap boshlab qoldik. Munadaningki ba'zi bir munosabatlik tarafini deb o'tib qolaylik. Endi hammanglar bilasizlar, arab tilida bo'libmi? Munada eng ko'p qo'llaniladigan uslublarning birisi. Arab tilida qaysi xil bir uslub ko'p qo'llanilsa, yengillikni taqozo qiladi, yengillashtirishni taqozo qiladi. U yerlarni kesib o'timiz, u yerlarni tashlab o'timiz qilib yengillashtiramiz. Shu asosda munadaning bir taraflari tashlanadigan bir taraf bor. Buni grammatikchilar tarhimul munada, ya'ni munadani quruqini kesish, qisqartirish degan ma'noda va yajuzu tarhimul munada, munadani qana qilish, qisqartirish to'g'ri. Tarhim degan nima desa, munadaning oxirisida tashlash bir harfni yoki ikki harfni nima qilishni yengillashtirish shart. Chuqum munada alam xossim bo'lish kerak. Izofat isnotlan murakkab bo'lmaganligini, muzoflarga ko'p qatnashlik bo'lmaydi. Musnatlarga ko'p qatnashlik bo'lmaydi va 3 harfdan ortiq bo'lishi, 3 harfdan oz bo'lib qolsa, uni tashlab qo'ysa, 2 harf bo'lib qolsa, ismlik darajasini tushib ketib qoladi. Yoki ayollikning ta'siran mahtum bo'lish kerakki, ayollikning ta'sib qolsa bo'ladi 3 harflik bo'lib qolsa. Masalan, Malikda ya Maliku asasi, buni kapni tashlab ya Malu qilib olsak bo'laveradi. Mansurda ya Mansu 2 harf tashlandi, ya Malikda 1 harf tashlangan. Osmonda ya Osmu alif bilan nun tashlandi. Fatimada ya Fatima degandek. Anikin tashlab bo'lgandan keyin kesim. Masalan, Mansurni mansuq qilyapti. Malikni ma'luq qilyapti, shundaymi? Tashlab bo'lgandan keyin buni bir butun ism deb muomala qilamizmi yoki aslidagi ismning yarimi, parchasi deb muomala qilamizmi desa, ikki xil muomala to'g'ri. Ya'ni tashlangan munadaning oxirisida damma o'qishni durust degan gap mustaqil munada shaklda uni. Xuddi mufrad ma'ruf munada damma o'qilib emasmi? Ya Muhammadga o'xshash ya Maliku deki lamni peshga o'zgartirib ya Malu. Ya Mansur deki satni sat peshga o'zgartirib ya Mansu masalan. Ya Fatima tu deki mimni ya Fatima deki mimni ya Fatimu bunda o'qsaq bo'ladi. Yoki asli harakatlar tashlashdan ilgari qanday masalan ya Maliku da lam zirmitdi. Tashlatgandan keyin ya Mali, ya Mansu, ya Osmu, yani Osma
yoki ya Fatima degan bunday shaklda qo'yib qo'ysak bo'ladi. Ya Haruga o'xshash ma'vo munodani tarhim qilish ahvoli ma'vo savoqlashlar. Andan keyin oxirsida mandub deb bir tur. Mandub deganimiz bu munodaning bir tuqquni amaliyotda. Munodaning chapinini kiyib chiqilgan bir qurilma. Biz birovlarga chaqirtib, bularni arab tilida, arab uslubida birovlarga hamdamda olsak, uning ish pushoq dard alamlarga hamdamda bo'lmoqchi olsak, mushu xil uslubga biz nido harflarini, nido uslublarini qo'llanamiz. Buning ismi munoda emas. Bizni chaqirib birisini chaqirmoqchi emas. Birovlarni bo'ymay keldirmoqchi emas, balki ish chaqirtmoqchi. Masalan, bilgunki ya harfundaning qatoridan bayatda o'qib o'tdik, ya harfundaning qatoridan ba'zida mandubni qo'llanildi. Mandub degan nima o'zi? Ya va bilan ish chaqirtilgan shaxs mandub deymiz. Masalan, ya Zaydo, va Zaydo deb qo'yamiz. Zayd masalan vafot etib ketdi, ya qattiq og'rib qoldi, qishga kirib oldi, voy istizay deb bunda bir ish chaqirtgan shakldagi qurilmalar bu. Demak, ya'ni munodaga mu qo'llaniladi bo'ladi, mandubga mu qo'llaniladi. Lekin va deganimiz o'sha mandub qo'llan qo'llanadi. Ya'ni va mandub qilam xos ya nad bilan munodani o'tirdi mushrik. Buning qolgan ahvollari munoda bilan tamoman o'xshash. Shuning bilan bugungi darsimizning xulosasini qayta qilsak, bugungi darsimizda biz mansubatninki maf'ul mutlaq, maf'ulun bih ikki maf'ulni so'zladik. Maf'ulun bih kelgan vaqtida maf'ulun bihning fe'lisini tashlash javozan, vujuban ikki xil durus, ikki xil tashlanadi. Javozanning ahvolini so'zladik. Vujubanda 4 o'rinda vujuban so'zlanadi. Birinchisi samai, qolgan 3i qiyosiy. Qiyosiy o'rinning birinchisi tahzir bo'ldi. Qiyosiy o'rinninki birinchisi at-tahzir. İkincisi ma'uzmira amiluhu oldu. Üçüncüsü munada oldu. Ma üç orunda, tahdirda, ma'uzmira amilda, andakin munadada, ma üç orunda maf'ulun bihning pelisi tashlash. Qiyasan vujuban. Qiyasan degani siz mushu xil shakldagi qurilmalarni tuzib qolsangiz cho'qim tashlashingiz kerak. Ana uning oldidagi samaida shu arablar ashta keldi. Kep qolgan o'rinlarda, mayli kitoblarda olsun yoki ishlarning eg'izda olsun, shu buncha qabul qilsak bo'ladi. Qolgan mazmunlar sizlarga nisbatan oydinlash deb o'ylayman. Undan keyin darsimizning oxirisida sizlar o'zingizlar Qur'ondan yoki hadislardan yoki odatdagi kitoblardan shu maf'ulun bih, maf'ulun mutlaqlarni asos qilgan misollarni izlab tepib, tatbiqiy shaklni ko'zdan kechirsanglar bo'ladi. Masalan, do'stlarga bir qancha misol berildi. Varattilil Qur'oni tartila ayrsanglar bo'ladi. Mushu jumlaning ichida maf'ulun bih ba'mu, maf'ulun mutlaq ba'mu masalan. Maf'ulun bih bo'lib qolsa, bayan so'zlagan mazmunlarning qaysini tepiladi. Va tuhibbunal mala hubban jamma. Ta'allama at-tiflu as-salata akramani akhuk an-nara abaka akramtuhu. Ya hayrar raziqin ve ya erhamer rahimin ve ya ilahel alamin. Mushu qurilmalarning hammasida biz bu yerdan so'zlagan bir qoidalar va mushlarning ichidan sizlar qezib chiqasanglar bo'ladi. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.